Xitoyga safar qilayotganingizda olib borayotgan narsalaringiz Xitoy qonunchiligiga mos bo'lishi juda ham muhim. Quyidagi taqiqlangan narsalarga e'tibor bering. Dori-darmonlar uchun retsept talab qilinadi. Xavfli kimyoviy moddalar va o'tkir tig'li narsalar taqiqlangan. Telefon yoki kompyuterda Xitoy Xalq Respublikasini obro'sizlantiruvchi video yoki audio materiallarni olib bormang. Suyuq holatdagi atir va boshqa kosmetik vositalarni qo'l bagajiga joylamang. Aks holda uni bojxonachilar olib qo'yishligi mumkin. Bunday suyuqliklarni katta bagajga joylashtirish eng to'g'ri yechim. Xitoyga uchayotganingizda yoki O'zbekistonga qaytayotganingizda notanish odamlardan bagaj olish taklifiga rozi bo'lmaslikni maslahat beramiz. Hatto ular pulini o'zimiz to'laymiz, nomingizga rasmiylashtiraylik deyishsa ham rozi bo'lmaslikni tavsiya qilamiz. Chunki siz ushbu bagaj yoki jo'natmani ichida nima borligini bilmaysiz. Agar unda noqonuniy narsa bo'lsa, bu sizni javobgarlikdan saqlab qola olmaydi. Eng yaxshi yo'l bunaqa takliflarni qat'iyan rad qilishdir. Bu bojxona va tekshiruvlardan bosh og'riqsiz o'tishingizga yordam beradi. Barcha yo'lovchilar mamlakatga bojxona to'lovisiz 1500 ml miqdorda alkogolli ichimliklar, 400 dona sigareta yoki 100 dona sigara yoki 500 gram chekish uchun tamaki olib kirishlari mumkin. Men tamaki deganda haqiqiy tamaki o'simligini nazarda tutyapman. Faqat boshqa o'simlik bilan adashtirib qo'ymanglar. Nosvoy olib kirish ham qat'iyan taqiqlanadi. Barcha taqiqlangan tovarlar ro'yxatini Xitoy Xalq Respublikasining rasmiy bojxona veb-saytidan topishingiz mumkin.